koy keledi. Uzaklarda mağarası sürü koy keledi. Uzaklarda mağarası sürü koy keledi. Baxtiyorjon. Assalomu alaykum buyaga. Assalomu alaykum buyaga. Va alaykum assalom Baxtiyorjon. Luko'jik bo'ldingmi bolam? Shukr, yaxshi. Qalay, ajag'an uydami? Ava uyda. To'yga tayyorlik degandek. Ajag'anni hurmat qil bolam. Ol endi sening akangning o'rnini akil qiladi sagan, solay emasmi? Ava. Shu Baxtiyorjon. Baxadirjonning ahvolini so'raylik. To'yni o'ylasak. Kelin bolam men söylesip tursan mı? Ya buradan alıp kelgen şıdaysan mı? Oy Baxtiyorjon ey. Uylanıp Baxtiyor bolacaksın sen de ha? Buni menga bering, ustoz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana hammada mashina bor. Qani yur. Açıp orayımı? Ha, ochib yuboring. Ya bismillah. Voy, nima qilyapsizlar? Qop-katta odamlar qilayotgan qilig'inglarni qaranglar. Qilig'inglar qursin. Hazillashmasanglar-chi. Buncha yaxshi bo'lmasang, buncha yaxshi bo'lmasang, toshkanim onam, toshkanim onam, toshkanim onam. Seni birpas ko'rmasam, ko'zlarimdan yurolmadim yiroqda. Zafar aka, Qoraqalpoqdagi og'ayningiz haqida hech aytmagandingiz. Ismi Bahodir. Ajoyib o'rtoqlarimdan biri. Bundan 7 yil oldin tarix fanlari nomzodi bo'lgan. Toshkentda himoya qilgan. Ha, banketiga borganimizmi? Ha, o'sha. Endi uylanyaptimi? Yo'q, nima deyapsa, ukasini uylantiryapti. Narsalarni olgin. Ha, bo'ldi, olaman. Bo'pti, o'rtoq. Bo'pti, yaxshi yetib olinglar. Mayli, hop, rahmat. Rahmat aka. Yaxshi boringlar. Rahmat. Hop, rahmat. Hey, turun, yigitlarga gatir. Va alaykum assalom bolalarim. O Bahodir aka, yigitlarga gatir deysiz, buyog'ani guruzg'imi? Hey, sendey yigitning o'rnina tatiydi ol. Assalomu alaykum buyaga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom yigitlar. Va alaykum. Assalomu alaykum. Azat abra, izi bar to'ydir bo'lsin. Amin. Qalay sheklar? Yaxshi, rahmat. To'ylarni boshlab Shukr, ava. Qalaysiz buyaga? Bo'ladi, yaxshi, rahmat inim. Xabar hammaga yetkazildimi? Ava, yetdi. Bo'ladi illarim. To'yni yaxshilab o'tkazishimiz kerak. Rahmet ağa. Sebep son yerden adam geledi, arayollardan adam geledi. Ama buna Toshkentdan ham qo'noqlar bor ekan. Dursa aytasiz. Toshkentlik qo'noqlar kechda yo'lga chiqadi bu yoqqa. Alisher degan jo'ram bor, xudo xolasa yetin kutib oluvga tayyorlab qo'yibman. Ha, juda yaxshi. Al endi to'yda ayolib qolmoq uchun yigitlar sal hazilni jinastiriqrab. Ava, tushunmayman yigitlar. Biz o'ziz hazilso'r xalqmiz. Bir jag'idan shu olib kelishib sheklangan yigitlarsiz. Ha? Ya? Yerga yigitlarsiz deyapman-da. Hey, ne qilding sen? O aytib yurg'izib qo'y, yana aytdim-ku. Madit verirsin anamsan kara kalpağım Tuğan vatanımsan kara kalpağım
erişir büyük isim kara kalpağım. Güllenesin yelesin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelyapsizmi? Ha, rahmat. Bahodir do'stim, o'zingiz qalaysiz? Yaxshi. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat, shuni harakatdamiz. Ha. Zafarjon, Hola bay. sizni Alisher degan o'rtog'im kutib oladi. Ha, uni qanaqa qilib taniyman? Uni osongina tanib olasiz. Qanaqasiga? Yo'q, rahmat. Alisher deb qichqiramanmi? Qichqirishning hojati yo'q. Hozir kun issiq, hamma ko'ylakda, futbolkada yuradi. Ha? U esa palto kiyib turadi. Yo'q, jinni emas u. Siz osongina tanib olishingiz uchun palto kiyib turadi u. Hazil. Alisherning nomerini yozib oling. Ha, yo'q, to'xtang. Alisherning o'zi sizga qo'ng'iroq qiladi. Mayli, bo'pti bo'lmasa. Mayli, ko'rishguncha. Hop. Ha, Baxtiyor. Niye yuribsan bu yoqda? Qayoqda kelishmaydigan talablarni isteb yursang, uyga kelib shumsingni istesang bira. How? Hey! Ne yozib qo'yibsan? Jillimsan sen? O'zingiz welcome deb yozib qo'ydingiz-ku. Ha, welcome emas. Welcome deb yozib qo'y. Xo'sh kelibsiz deb yozib qo'ying dedim sizlarga. Atsan ana. Yaxshi. Borsoq ber. Ma. Ha, Maqsad. Ha, bormisan? Densoqliklaring yaxshimi? Rahmat. Endi bilasan-ku, to'yning tayyorligi deganda dekoratsiya ishlari bilan bandmiz. Ne? Biyning mazasi shu? Yana bo'ldi biga? Hozir yetib boraman. Baxtiyor, tulparda kel. Hozir. Yig'lab namusu. Basna top deydi namusu. Qayerda patrat bor, su biy bor. Ketdik. Ayda. Ağa ne qildi? Avru azayın dedimi жаңа dərlərdən keyin? Qo'ymay turg'u unimi. Ağa onda sizni emlixonaga жатqarmasak bo'lmaydi. Ayda Baxtiyor. Izni yetib olay qizning. O'ng nesini qayg'ira berasiz ağa? Qayg'irmay ne qilsang inim. To'yni to'y qiladigan biygo. Biy bo'lmasa o'yran bo'lamiz. Ayda shaqqanroq. Hozir yetamiz. Ayda. Ha, biyaga yol bo'lsin. Ertangi bizim to'yni bo'ladi ağa. Ha, men belimni bo'ladi. Avvela ahvolimni so'ramaysan-ba? Voy, belim. Ey Bahodir. Mening o'rnimga odam tap. Sonda odam bo'lsin, aytganda hech kim chiqolmaydigan bo'lsin. Yaxshimi? Yasna qarama. Hesabini topib bir ukol saldirda qashib ketsa ağa. Ajaga? Negizi bu biy emas, kaskadyor bo'lu kerak edi. Yur, ketdik. Biy topimiz kerak edi. Bazarboy ağa bor-ku, biyning jardamchisi. Onu qo'ysa, onun so'zine it ham quloq solmaydi. Baldız. Assalomu alaykum Bahodir ağa. O'ng bo'lsin to'ylar. Va alaykum assalom. Qalay? Qachon kelding? Жаңа keldim. Mamam ko'makka jibirib edi. Ay, молодец.
Keling çay içemiz. Achaga, He, papası bir emas edi? sen dening so'ngmi? Men qaynatam to'yda biğluğun qalib etdi sening. Hay Bahadır. He. Ey, biydi yemlewxona qalib ketdi. Vay. Qo'ysana. Ondan da şayingdap ke. Hav şeytayın o. Achaga, Hav, ana o'zimizning qo'ng'is ovuldagi bir bo'lmaymi? qo'ysa ayat bo'ladi o. Oh, Ha? chay qiyomat ekan aytib ketdi deyman-da. Ay, senam bir. Oh, Ha? Sen aytib ketdimi? yo'q. Mana o'zimizning Ilhom og'ani. Ag'ayin, Jaslawmiz bu. Yeblarmikan? yeplaydi. Buyoq aytdi-ku, jasini qaramang. So'zini o'tkazib bilsa bo'ldi. Bir jag'dan u sheshin-ku. Yag'ay, qaraqalpaqamiz bu. Gapga sheshin deyman-da, qaraqalpoqqa o'zi. Hazır. Qo'ng'iroq qil, shu Ilhomga. Alo, qalaysan? Yaxshi yursinmi? Ay, bo'ladi. Hav Ilhom? Sende bir xizmat bor edi qo'shim. Bo'ldi ağa. Estimen. Biyaga tamning basidan yig'ilib, yemlawxonaga tushib qoldi. Endi sol besh yo'q. Qisqasi, ertaga to'yda beshlikni qo'lingga olmasang bo'lmaydi qo'shim. Bi. Hazır esmatma. Bi bo'lgan men jasman-ku. Muhabbat jasga qaramaydi qo'shim. Ha? Tushunmadin? Bi bo'lish jasga qaramaydi deb o'tirman o'ylagamcha. Endi siz ne desen sol ağa. Mayli. Ertaga ondasında yetili bararman. Bo'ladi ağa, bo'ladi. Assalomu alaykum. Chiqish bu yoq tarafdami? Nima balo og'ziga talqon solganmi? Ye. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xush kelibsizlar. Rahmat. Ye, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Ha, rahmat. Yo'lda charchamaydilarmi? Xush kelibsizlar. Qani narsalar beringlar. Taksilar dahshat-a? Taksi. Yo'q, rahmat. Mashina bor. So'ng qayerga borasiz? Yigitlar, rahmat. Bo'ssiz. Shashklikni ola berikmi? Yo'q. Aptasdan bering o. Zafar aka, sizlar bemalol joylashib, yuvinib, chayinib turinglar. Kechqurun sizlarni Aqsolar yegana olib boraman. Bo'pti.
Assalomu alaykum Bahodir aka. Va alaykum assalom. Keldingizmi? To'ylar o'ng bo'lsin. Amin, amin. Yeshil qaltalar an yerda qirishib tastay qo'ying. Aka sol so'rayapti ku. Al endi buna Baxtiyarda uylendi. Endi gezek kimga? Ey, sen uylanmaysanmi sen? Nega endi men? Uyli oldinda og'am bor. Yusuf og'am bor meni. Malik og'am bor. Ey, sen bir o'zingga javob bersang o'zingga. Onda Yusuf og'am bor. Meyleridin qiz kontraktda o'qiydi. 3-kurs. Kontrakt to'layim yoqmaydi-da. Tamomlab bersin, uylanamiz-ku. Ey, o'z 1 yil qolgan ekan-ku ya. Qayerda 1 yil? 4 yil bor. Medinstda o'qiydi. Esingizda bo'lsa, men boya sizlarga aqsoliq degan ovqatni qanaqa tayyorlashni ko'rsataman degandim-a? Mana shu vaqtda yetib keldi. Aqsoliqning xamiri qozonda pishiriladi. Davom ettiramiz. Mana ko'rib turganlaringizdek, pishgan xamirni mayda qilib to'g'raymiz. Ana, eslab qo'yinglar. Piyozni ham maydalab to'g'rab, ustiga yog'li sho'rva qo'yib, ozgina olovda qovurib olamiz. Buni tuzlik deydilar. Ana undan keyin esa qozondagi pishgan go'sht, sabzi va kartoshkalarni alohida idishga ajratib olamiz. Demak, tayyor bo'lgan, ya'ni maydalangan aqsoliqni laganga solib, chiroyli qilib ustiga haligi tuzlikdan aylantirib solib chiqamiz. Va undan keyin esa sabzilarni lagan atrofiga kesib qo'yib, o'rtasiga chiroyli qilib go'shtni qo'yib, mana ko'ryapsizmi, ana. Va qozondagi sho'rvadan aylantirib ustiga quyib chiqamiz. Mana Qoraqalpoqning milliy taomi aqsoliq degani shu bo'ladilar. Ustoz, buni ko'rinishi shunaqa bo'lsa, mazasi qanaqa ekan? Yigitlar, bu taom sizlar uchun zo'r ekzotika hisoblanadi. Ha. Totib ko'rish esa sizdan rahmat. Buni qo'l bilan yeymiz-da, ha? Albatta, albatta. Olinglar. Qani. Olinglar. Qani. Qalay, zo'r bo'ptimi? Gap yo'q. Retseptini bering buni. Yo'q-e. Nimaga? Hazillashmang. Ko'rdilaring-ku qanaqa tayyorlanishini. Qani, olinglar. Keldim komile. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Ha, kiyo? Biz tomonlarda ko'r desang. Men yerdan o'tib baratirman. Jura bering onda. To'xta. Kelib o'tir. O'tirayin. Siz o'tiring. Qani? Aziz abraydan ayirmag'ay. Amin. Esimiz yazıp tezdirek çıktı gene çıktım. Ja, kızın sıkacağız ben koğun. Ey balam, kızlar turmuska çıkmasdan aldın, telefonun atanasına verip gidedi. Sonday mı? Ha, solay. Barekella, şırasatın nıq jer tavıpsan, ha? Ay yıldızlar. Skaymekanın özü soktun mu? Kısındıra vermeyin de. Oladı balam, şırasu. Bizler bayağıda kempir men şırasatın yılları. Kaşif şalbarda. Kalıştık be. Kolumuzda bir buket gülmeyen geledik. Söydük şırasatın yedik. Aytbakşı? Hau.
Seni жақында қызметтен келді деп естім бе? Ава, десант. ВДВ ғой. Яға? Сен бейсіз бе? Міне. Хо. Ой! Қане маған бер. Астапыралла. Ертең қызым маңлаңы шөмшен бір ұрса да есатылмайды екен ғой, а? Қазанда лақтыра береді әрқайын. Болады. Балам. Ертеңгі тойда қызым екеуіңіз қарақалпақтың милли киімін киіп жүріңізді ниет етіп ем. Міне сол күнге де жеттім. Ертең ұсы киімді киіп кеш. Ұсы шарт бе аға? Шарт болмаса басқа күйеу балаңа кигізермен. Киемен. Бір өмір киіп жүремен. Болады балам, молодец. Ажаңа сәлем айт. Айтаман яқшы. Аспаз болдым деуім керек екен. Бахадыр аға? Айта бер. Мырзабай аға брезин бермей жіберді. Не? Бахадыр аға, би ағаның өзі қаяқта? Бәрісі бидің жоқлығынан, бидің өзі болғанда жақсы болар мен. Маған қарағанда бәрі сондай бар. Масқара болмасақ болған ғой. Қой, киімдерімді өзгертейін. Сен мана киімдеріңді өзгерт. Яқшы, Бахадыр аға. Әкежан, ана жаным, сіздердің орныңыз қатты білініп жатыр. Сіздер болғаныңызда бәлкім басқаша болар ма еді? Неге енді бұндай болып жатыр? Ақыры мен адал ниетімменен той беріп жатырмын. Ажаға, өзіңді көп қинай бермесе, Құда қаласа бәрі жақсы болып кетеді ғой. Саны бар. Қара жібер ана Ülхам емес пе кетқан? Ülхам ғой. Ассалаумалейкум, Ильхам аға. Уалейкум ассалам. Сана барған? Қалайсың? Жақсы. Машинаңыз қаяқта? Несін сұрайсың? О, мына ешеттен жақсы жоқ. Ертелеу күнемен деп, тур жолмен тартып ем, құмның үстімен. Машин бәтті де қалды. Балонның астына жыңғылам салып батырман, паңғылам салып батырман. Құласы шығар алмадым. Көні пәтінкам кетті, сәтінкам кетті. Несін сұрайсың? Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Ассалаумалейкум. Ülхам ешек өлтірмең істейдің. Өлмейді бұл. Жеткербайдың ешеклері мықлы болады. Хау? Жеткербайдың ешек екен. Қақтан білдің? Қатырасың. Жазып қойыпты ғой міне. W жеткеруіз деп. Қане? Міне. Бахадыр аға. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Тойлар мүбәрек аға. Рахмет. Жаңа жолда кетіріп. Машин құмға батты да қалды. Соған сәл кешіп қалдым аға. Үзірлі болсын. Еш зиян жоқ. Уақытында келді қош. Аны жерге брезент төсемедіңдер ме? Бүгін азанда балаларды жіберіп ем Мырзабайдың үйіне. Брезентін бермей жіберіпті.
O qalay bo'lgan? Endi buna to'yning yaxshi o'tuvinde sana kuch-quvvat bersin qo'shim. Baxter. Assalomu alaykum Ilham ağa. Va alaykum assalom. Ay, sen mana avulning bir qo'llagan jigitini jina. Сөйтсен, анау мына жұмысқа қарастыра бер, yaxshi ма? Ay, bir aytdi de. Men Mirzabayning uyine var prezidentini alып qaytaman, yaxshi ма? Yaxshi, bo'ladi. Bahadır ağa, siz hech ham jemang. Bari de yaxshi bo'ladi deydi. Xudo xolasa. Ay, sen men jur. Qaqqa? Mirzabayning uyini prezident alып qaytamiz. Mirzabayning uyine barmayman men. He? Uyni namnahan iti var, tustiydi. Ne? Ay, sen namnahan bola bo'lib, itdan qo'rqasan ba? Qo'rqaq sening. Yur izimdan. Yur. Qo'rqaq. Ilham ağa! İtti korkmayman deb anqa! O qaqdan bileyim namnahan ekan. O burun kuchugaydi o. To'xta. İç yo'q ketdi. Qudretingni. Bizning eshik mashin qaylab ketganda. Mashina batib qolib, bizning eshikni minib ketgan ekan-ku. Batsa batadi. Qo'y onda men to'yima borayin. Eshik tuyoqdan tavib olarman. Mirzabay! Bay Mirzabay! Ne gap? Ana prezidentning dapchaq. Bag'ana yo'q deb aytdim-ku. Ay sen ne? Jo'raning qizg'anib o'tsan-ba? Yodingdami? Issiqranға barib qizlarning cho'milib o'tirgan, ikkingiz barib anglaydingiz. Sol ko'zda mana birovning akasi betonlab tistaganda Bahadır emasmi? Uyini londab chiqib, sol beton sаған test bergen. Avva! Ay tinch tursa? Ya? Hov. Ey, sen qaqdan bilasan onu? Ko'r. Zor. Qishda kelamiz. Voy, aytaman. To'shni aytaman. Ey, qo'ysa onu. Balaliqdagi voqealarga ol. Alaq shuni ham qo'yaq. Kecha mana Qo'ngsaldoq to'yda masxarang chiqib, maling chiqib, o'shib bang bo'lib qolding. Sol ko'zi Bahadır emasmi seni? Yechegini salib olib qaytgan. Avva? Ey, tinch tur deymen. Jatsana, sen bir chiqding qo'y sho'q bo'lib. Akang onday emas, tuysqanlaring onday emas. Chuv! 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 Ol meni yiyecekka salbak eken jo'q. Ay yaxshi o'nab qo'yay. Sen bayaqda uylenedin gözüngde. Ha qizingni ana yataqxonada olib chiqolmay turganingda beshara Bahadır qizding kiyim kiyib, ishga kirib olib chiqib qolganda, ay sen manguring chiqib, yeli juratan qo'y bo'ydaq qo'p. Ha? Ava? Yaxshi, hozir olib chiqaman. Men ham tushuningda oxiri. O'tgan safar Sarsanbayning to'yini olib ketganda, tesib taslabdi. Sonday qilgandan keyin bergin kelame. Mirzabay. Ne u? O'zing ham chiqatin bo'l. Borib xizmatda bo'lasan. Ey, yaxshi. Oh, ey. Bolalarım, yo'l bo'lsin. Rahmat. Otaxon to'yga ketyapmiz. Qayerdan keltirdilar? Toshkentdan. Otaxon Qoraqalpoqqa birinchi marta kelishimiz.
Onda бұл жерлердің тойлары sizler үшін juda qiziq болып өтеді. Nimaga otaxon? Ele hammasi oldingizda. Ko'ra berasiz. Bilesem be. Bizlerde sonday acayip нәрсе бар да. Qo'ngsingning to'yina qanday xizmat qilsang, erten ол да sonday xizmat qiladi. Ani, qarekengning usi yerine de 5 ketsang bo'ladi da. Ey. Ey! Ау тамада, памады, салис, артист, каратист, бәріңіз келдіңдер ме? Оң болсын тойлар. Оң болсын. Аумин. Ай, Кәрімбай. Ау келіп мына жәрдем берің ансамбль шыңзатларына. Кәрімбай, берменге. Мына музыкантлардың қонық жайын жақсылап көрсет. Шайпайларынан өзің жақсылап қара, яқшы ма? Ал меймандар. Сіздер еш қысынбай, ұялмай, арқайын отыра берің, яқшы ма? Біз ұялып жүргеніміз жоқ. Янда боларсаң еле. Балаларым, осы жерде тоқтатып кетің. Рахмет, берекет тапқайсызлар. Рахмет, балаларым. Yigitlar, hozir men sizlarga zo'r ashula qo'yib beraman. Qaranglar. Qani? Yaxshi bo'lardi. Ha, hozir mana. Hey yigitlar, halik chol qani? Ko'rmayaptimi? Ha? Yo'q. Qidir ota emasmi, ey? Qidir ota degani kim u? Xizr buva, Xizr buva. Xizr buva? Ha. Rostdanmi? Qidir ota. Qidir ota. Xizr buva. Xizr buva. Qidir ota. Xizr buva. Xizr buva. Qidir ota, bizlarni kechiring. Hamisha yo'ldasiz bo'lgansan, Qidir ota. Iltimos. Tila yeydi. Menga mamlaqa oqlaset ber, Xizr buva. Boshqasini so'ra. Boshqasini faqat qorasini. Ne qilib o'tirsizlar? Mashq qilamiz. Mashq qilamiz. Bir, ikki, bir. Else could take your place, so I give you the best of. Sing to me your desires and teach me how to be. Yigitlar, hozirgi bo'lgan voqea oramizda qolsin. Gap chiqmay qo'ya qolsin. Bo'ptimi? Prikol. O'zim ham shuni aytmoqchi bo'lib turdim. Rostdan ham prikol. Iya, Alisher aka? Ha, bu sportchilar musobaqaga tayyorgarlik ko'ryaptimi? Yo'q, qanaqa musobaqa? To'yga tayyorgarlik ko'ryapti ular. O'tgan safar qo'shni qishloqdagi yigitlardan rosa kaltaga yeyishganda. Shuni oldini olyapti. Yusuf boshliqdan yesa mazal keldi. O'zing jiber, ashkur. Alып келдің бе? Ay Baxtiyar ay, sen mına avuldan jene 3-4 bala tav. Mına mimarlardı konuk jayına kırgızıp жүрүшүн, yaxşı mı? Ay sen barma? Mına avulga barıp 3-4 aksakal çiğnep gel, yaxşı mı? Mına jerde yüzün көрсөтүп otursun. Aytaman ya. Bölünüp özüңüz жақсылап істей берің, yaxşı mı? Men bölmeymen alardan. Nege bölünbeysen? Bölüngen bör jeyt degen. Sen bir açık bermengeş. Bermenge. Bermenge jür. Ne jür? Жаңа sen, toyxana bitti mağan, ne qıl dedin? Bölüngen bör jeyt dedin. Sonda түсінбей қалдым мен. Sonda sen meni, молодой, қолына еш еткемейтұғын, испорченный би деп ойладың ба? Ава. Мен саған түсінбедім. Бермен қарап сөйле деймен мен саған, ей! Alo, кім бар? Қарсы. Түсінбей қалдым. Хай!
Болды. İstemesең ісіңді, бейсіндір артысыңды дегенді. Естің бе? Естім. Болды, солай болсын онда. Неме бақа? Ана... Не? Яқ. Бақадыр аға. Міне, Ташкеннен достарыңыз келатыр. Ал солар бір біздердің миллилігіміздің, үріп әдетлеріміздің гуасы болсын да. Солай емес пе? Ау гуасы болса, ау ане? Ау келді ғой мінеки. Күтіп алып, бұлсылдап тұра бермей. Алейкум ассалам. Келелер. Хош келіпсіздер. Assalomu alaykum. To'ylar o'ng bo'lsin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ye, Bahodir do'stim, to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Qanday, yo'lda qiynalmadinglarmi? Qiynalmadik, zo'r bo'ldi. Uydagilar, bola chaqa hammasi yaxshimi? Rahmat. Bahodir do'stim, shuni bir to'yani olib qo'y. Ye, to'ylaringizda qaytsin. Rahmat do'stim. Bu meni umr yo'ldoshim. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. To'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Aytgancha, bu meni shogirdim Davron. Xush kelibsiz. Bu shopirim. Alisherni tanısanglar kerak, ha? Ha, bu uylanayotgan ukangiz ko'rmaydi. Bor shu yerda. Bumi? Yo'q, bu Bimi. Azir. Yaxshi. Baxtiyorjon, berman kel. Kel. Mehmonlar keldi. Mana mehmonlar men ko'rs. Ha, ana. Usu. Ey meni. Ey. Malades. To'ylar qutlug' bo'lsin. Qalaysan? To'ylar Ana shu muborak bola. bo'lsin. Bu meni ukam. Xizmatdan yaqinda keldi. Xizmat safardan keldi-da uylanaman deb turib oldi. Aytgan qizni uyiga borib, ko'rib, kelishib, to'yni boshladik. Ha, yaxshi. Ha, xizmatda qayerda bo'lgansan uka? Desan, VDV. Yo'q-e. Ishonmaysanmi? Hozir mana. Baqadir. Shetimiz. Bahodir do'stim, Qo'ymayman manglay. Bahodir, hozir boramiz. Ha, boramiz. Ana, burundiq otasi ham keldi. Ustoz, burundiq ota degani kim? Ukam, Murundiq ota degani ruschasiga krestniy otets degan. Mana yoshlarimizga yordam beradi-da. Xullasi, to'yning yarim ko'taradi-da. Ne? Mening 6 farzandim, 2 murundiq bolam bor. Muna to'yni ko'taradigan bo'lsa, men ko'chirdi qilaman-ku. Me desem beretniye satacak. Qaysang? Ay, o'ynab aytdim. Ha, o'yib qo'rg'ab berib selam bir. Ey! Bu murundiq otasi bo'ladi. Tak. Balalar, bugungi sabag'imizda o'tiladigan tema, O'ynamasa? Alping alsa atangni o'yna degan. Takishda tinch o'tiring. Tak. Bugungi temamiz to'y 2011. Blokirovka ашылды. Bu главный mehmonlarimizning o'tirатын joyi, ya'ni qaray. Aytpachaq, ana qariga kim xizmat qiladi? Malik bedi? Malik. Sen mana qariga xizmat qilasan, yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi, solay bo'lsin. Mine, Nukusdan kelgan mehmonlarimizni bozor bayag'an uyga o'tirg'izamiz. Hop, пожалуйста, mine iyi. Nazat. Shimbayishlarni o'tar bayag'an uyga kirgizamiz. Mine o'tar bayag'an uy. Qalay? Bo'lmaymi? So'rovlar bo'lsa bering, пожалуйста. Men bu skelet nima запрещен deganimi? Ha, bumi? Ha. Endi buning uyiga odamni jo'natgandik. Endi uyda yo'q ekan. Endi kelib qolsa, mana qilamiz. Kutib beraman deydi-da. Ay Karimbay. Hov. Bermanga. Sen ana ansamblchilarga borib ayt, yaxshimi? Neni aytayin? Suydi ayta beraymi? Tam solay deb ayt. Be aytdi de. Bor jug'ur. Yaxshi. Ne deganmen beyg'o'ying. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel, o'tirsizlarmi? Kemchiliklar yo'qmi? Shiterlimanmisiz? Shaypaylandingizmi? Onda ne o'tirsiz? Shig'il. Nega? Deb aytdi be. O ne dedi? Siz o'z ne qilib o'tirsiz? Men tushunmadim sizlarga. Qo'shiq aytuga keldingizmi? Yo o'tirish uchun keldingizmi?
Mına yoqda mehmonlar kelib atır. Ana yoqda sahna bo'z turibdi. Al sizlar bo'lsangiz mana yerda. O'ning o'rnida qo'shiq aytmaysizmi? deb aytib atırib. Kulmay aytmaysizmi o? Yomon ekan bingani. Tur, ketdik. Al kelib atgan mehmonlarimizning hurmatine ajoyib qo'shiqlarimizni namoyish qilamiz. Yel quvongan kun bor, ketib qayg'ug'am. Baxtimizga jandi, manga nurli sham. Ye. Ana ular telefonga pul tashlashyapti. Kim ularmi? Ular shu to'yxonaga pul tashlayapti. Ana bizlarda shunaqa spiskadan o'tadi. Ha, shunaqami? Ha. Rahmet. Assalomu alaykum. Başlamadık. Sizlerden bir şey etkilsin. Rahmet. Sizlerden ham şangıraqlarınızda toyga boramiz. Hop. Qani ketmeymalar, qani törle. Ha, to'xtab turun. Aldın, dasturimiz bo'yicha qo'l juvib olishimiz kerak. To'g'ri, to'g'ri. Qani, olib kel. Ma'gan emas, mehmonlarga. Rahmat. Yaxshi. Rahmat. Ay, bereket top. Baraka toping ukam. Rahmat. Rahmat. Ay, barakalla. Rahmat. Qani. Qo'ya ber. Sochiq yo'qmi, chochuv? Sulgu. Bizda hammasi avtomatlashtirilgan. Shunaqa deng. Voy, hov. Nima bu? Astagfirullah. Ya qoyil. Zo'ru ustoz. Avvalambor assalomu alaykum. Mene bugun Bahadir og'amizning shangarag'ida bo'lib o'tirgan to'ylarga olasa bersin deb, kelib o'tirgan mehmonlarimizning qadamlarini gul kutib nur javob bersin deymiz. Marhamat, to'ylarga olasa bersin. Olsun qo'shaq jigit hav, to'ylarimiz o'rinlansin armon tilak hav. Rahmet aytganingiz kelsin. Amin. Merikegi shira savdi, gul jamilg'ana bo'ylaringiz. Ko'gishinde shira sadi, nur jamilg'an bo'ylaringiz. Hav, ahey, hav. Benim atın kim edi? Kaybullah. Ey yaxşı atın şart emas. Uluma sen mına жаңағы материал meselesine қалай қарайсың? Mına material ama ne? Яқ, mına uluma hayallarımızды тойға апарып, алып қайтатын материал да? Ağa men onday нәрсе түсінбеймін ал. Ал осы нәрсенің дым да керегі жоқ. Мәселе кеше жақында бір тойда болдым да. Туысқан абысылар осы бір материалды деп қатынасты қойған. Алып келген материалынан бір пәстеу материал беріп жіберген екен. Соның себебінде қатынасты қойған. Туысқан аға інілер какой бір материалды деп енді қатынаспайды. Ұлыма бұл нәрсені тоқтату керек. Assalomu alaykum. Ва алейкум ассалам, kel qo'shim. Assalomu alaykum yoshli og'alar, Toshkentdan kelgan mehmonlar. Asta 60 bilan, yetib 70 bilan, sakrab 80 bilan, tez 90 bilan, yugurib 100 bilan to'yga kelgan mehmonlar. Xo'sh kelibsiz. Yashang. Ushbu to'yga mehmonlar har tomondan kelganlar. Amakivatcha bojalar, ketidan kelgan jo'jalar, xush havas xonandalar, sportsmen komandalar, bankdan kelgan bankirlar, uylanib tinch topgan babniklar. Shu qizlarga kabbo'y kerak, charchaganga atbo'y kerak. Tog'day taxting bo'lgancha, barmoqday baxting bo'lsin deb ushbu to'yni a'lo kayfiyatda o'tkazaylik. Yashang. Endi tilak navbatni qo'shilib o'tgan yoshlarning murunduq otasi Abdulla akamizga beramiz. Rahmat. Tilakdan oldin tanishtirmaysizlarmi bu yo'q? Bu bilanmi? Ha. Shart emas.
O'zimizning g'oyiblar. Tanishganimizdan xursandmiz. Endi men buna inimizni tez söyley olmayman. Biroq so'zu niyetim ham yo'q. Bu to'yning sebepchilari ikki jasqo. Ilayim usunday to'ylar mening uyimda deb bo'lsin. Bizning Şangaraqtada bunday mo'l dasturxonlar jayilg'ay. Usunday to'ylardan to'ylarga quvonchli kunlarni ko'rish uchun umr jasım uzoq bo'lsin. Ustoz, o'zini tabriklayapti. Kamal toplayman. Quvonchli kunlarim ko'p bo'lsin. Qani? Alindag'aylar tilek navbatda poytaxtimiz Toshkentdan kelgan Bahadir og'amizning jo'rasi Zafar og'amizga beramiz. Marhamat. Rahmat. Nima ham deymiz? Baxtiyorning murundiq otasi Abdulla akam aytganlaridek, ishlarimda meni ham har doim omadlar yor bo'lsin. Bu yig'ilishimizga to'y sabab nimaiki niyat qilgan bo'lsam, hammasiga erishgayman. Ilohim, menda ham mana shunday qora uylar bo'lsin. Ey, buni tilekni o'zida aytib ketdi-ku. Siz yo'qsiz. Omda turgan ekan-ku, buni o'zlab yuribman. Bizning eshikmi buni? Ha, Jitkirbayga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Av he, eshikni sho'xlab yuribsiz-ku. Av men sizga mashin tashlab ketdim-ku. Hey, mashiningni basmaroman ba. Av o'zimning ana de eshigim turganda. Bu beshara ya benzin ishpaydi. Barini aytda birini aytsanmi, tarixiy ko'rpishing topilganini ayt. Ne? Ava? O ne dedim? Ne tarixiy ko'rpishi? Mine? Qarashish mine. Mana mening 7-klassda kiygan ko'ylagim. Manavda. Mana armiyadan kelganda kiyib kelgan shalvarmi mana? Astagfirullah bola. Mana ne? Jumshuq material. Manavmi? Bu balalikdagi qadimgi 5-klass qadimgi ishki kiyim-ku. Aytma. Qani, shu, ishga yur. Al endi mehmonlar, hammangiz ham hayron qolib turgan shiqasizlar. Bu to'yda shvedskiy stol yig'ib turibdi deb. Bu stol negizi o'zimizning O'zbekistonda paydo bo'lgan. Yo'q. Onun hech qanday da hayron qoladigan joyi yo'q. O'zingiz o'ylab qarang. Navruz bayramında her bir adam, her avuldan o'zlarining qalagan firmenli taomlarni olib kelib stollarga joyadim bo'lgan. Durustmi? Sonda her bir adam o'zining qalagan ovqatidan olib, vay bala, adamning ko'ziga to'ymaydigan ava. Qo'llasi bir shved Navruz kuni O'zbekistonga qidirib kelibdi. Söyleyip usunday jayilgan stolni ko'rib hayron. Avuluna barıp ko'rgan taqamlarning barlig'ini pishirib, jo'ra yo'ldoshlarini chaqiribdi. Kelgan jo'ra yo'ldoshlari bunday dasturxonni ko'rib hayronlar qolib, "Ey jo'rajon, usunday dasturxonni jaygan ekansan, endi ustunshiklarni qo'yib, haz etib ovqat yemaymiz-mi?" desa, "Yo'q, men borgan O'zbekistonda bir ustunchik ko'rmadim. Kelgan mehmonlar turgelib yurib, qalagan ovqatlardan yeb yuribdi" deb aytadi. Onday bo'lsa, bugundan boshlab bu stolning ati Shved stol deb aytamiz deydi. Hech qandayda bu stol made in O'zbekiston Stalin. Wow. Mana kotleting, tovuqing, shashliking, baraka toping. Salomat bo'ling. Ana Zafarjon, osh bo'lsin. Rahmat. Bola, ne qilyapsan? Sapshine ketmayotir. Anten topmayotirmi? Ana beklikda anten chiqadi deydi. So'g'an borib qaytay desam, mana qozonga qaraydigan odam yo'q-da. Qani? Mana sapshinemi? Sapshine. Ketimi? Tak, sapshinega kirdik, nomerni yozdik, передат. Ketdi buni. Assalomu alaykum yigitlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. To'ylar qutul muborak bo'lsin. Amin. Rahmat. Taxta ko'pirdan Paraxat daisi bir qo'y deb yoz. Bir qo'y. Qo'y? Qani qo'y? Uyda? Yo, ajiga men uyib yoza olmayman. Yiblib yozsa u? Yo, bo'lmaydi. O menda tusungda, o kechda achib topsuring bir. Bir ilojin qilingda endi. Ne qildingiz? Qo'y uyingda ekan deymizmi? O yekimizga aytadi-ku, akeling bor deb. Ketay, жұмысымызды tashlab, mashina jallab.
Ajaga, men o'yib jaza olmayman bu. Mene kompyuterim so'rab turibdi hozir. Buni qo'sh jaza. Jaza olmayman. Mene, вы действительно хотите удалить этот файл deb so'rab turibdi kompyuter ne qilayin? Bu ne qiyini bor? Nima? O net deganda boshib ber. Unday qila olmayman. Oo, assalomu alaykum jetgan. Va alaykum assalom. Aziz Tabray, to'ylar qolasiz. O'ng bo'lsin to'ylar. Amin. Жаңа жеткенmiz bola. Boslab жібердік аға. Келдірсам ба? Жастар бақытты болсын. Ішкерлейміз аға. Я. Тап, мына тапшандағы отырайық, болады со. Майлы жүр. Тапшандағы отырайық да со. Кеше бір келіп маған лазетini сатсам ба деді. О, дедім мен. Қазір о құртыпты да. Мен өзім қазір Hyundai'да жүріппін. Менің өткен апте Captiva алып ем. Ай, Captiva'ны ойлаған жана плят толтырсаң ғой, бағда айттым ғой саған. Captiva деп қояды. Адам деген арманам ете алмайды. Алло. Алтын. А планың өтпей қалды. Басқа Б планың бар ма еді? Ей, қой мақинатсен өтпей қалды. Болмайды дейді. Яқшы, солай ма? Не білеме онда? Жігітлер, ақша жазылатын болдым. Қойды удалить етің. Бұл басқа кеп. Ай, просто бір апкаткіден шарп бере қойын дебем ғой. Қызым ай. Хауаға? Маған қара балам. Мен ауылдың би едім. Ауылда той болып жатыр. Оң болсын аға. Ай, қатырасыз. Ай, мен бармасам оң болмайды балам. Соның үшін мен ертерек қайтарың балам. Мен кете берейін. Мына бір уколыңыз бар аға. Соны салып жіберейін, содан кейін қайтарамыз. Болады қызым. Жаным ай. Ажаға? Ажаға. Жігіт ағасын сайламапсыз ғой. Енді кім бар қайтады менімен жігіт ағасы болып? Qora uydagi ovqatlar zo'r ekan lekin. Yoqdimi? Osh bo'lsin. Rahmat. Eshkab ilaji bo'ladi. Murundiq ata ne qildiydi? Murundiq ata ol. Jigit ag'asi bo'lib boshqadan borib qayta ko'ring. Nima muammo bo'lyapti? Biyning o'zida gatir ғой. Ilhom, jigit ag'asi bo'lib borib qaytmaysanmi? Jigit ag'asi bo'lib? Yeli jigit ağa topmadingizmi? Men qalay beraman? Soncha qo'noqlar kelib ketib atdi. So'larga kim qaraydi? Qayerga borib kelishingni? Kelinni olib kelish kerak. Yigit ag'asi bo'lib. Shumi muammo? Mana o'zim borib kelaman. Rahmat o'rtoq. Yaxshi borib kelinglar. Qani unda ketdik aka. Biroq nima biroq? Yaxshi, ketaver. Para qo'ying. Yaxshi yetib oling. To'xtang. Mana ko'pirim qayerda? Mana. Ketdik. Bo'l. Davron! ustoz. Men kuyov bilan qizni uyiga ketyapman. Sen shu yerda bo'lib turgan, xo'pmi? Bo'pti aka, xo'p. Bo'pti. Jetkirbay ağa, nimaga endi menga oq choynak-u, sizga ko'k choynak? Aslida ikki choynak ham sizga mehmon. Nimaga? Oq choynakda oq choy. Ko'k choynakda ko'k choy. Xohla oq choy, xohla ko'k choy. Men ko'k choy ichaman. Mayli. Oling qani. Sana var. Yok, iltimas. Beri kitap koy. Oy. O'zim basa iltimas. Keyin.
Assalomu Jetkirboy. Aman sog' yursang. Assalomu qalaysiz? Ishlarimni amotsizmi? Toshkentdan kelgan mehmonsizmi? Qalay yaxshi keldingizmi? Ishlarimni amotsiz. O zamonga shu bo'lib deganini shu olib taslasay. Shaylarni ko'rsatsam, hay rahmat. Palov akasiz qum yerga. O shayfaydan ish o'tirib. Al Azat abray. To'ylar. Amin. Aha. Olinglar. Nonni olinglar. Oling. Olinglar, qani olsinlar. Olinglar, qani olinglar. Olinglar. Uzr, esimdan chiqib qopti. Bizda Toshkentda shunaqa qiladi-da. Qichqisi yo'q. Foydasi ham yo'q endi. Foydasi yo'q endi. Ha mehmonlar. Qalay yaxshi o'tirishlarmi? Ha barakat tamom. Pulni nonlar to'rab istagan. Bu yoqqa Toshkentda o'zi sonday qilib turayotgan. Mana qarab, bunday qilib turayotganda, deb yuborayotgan, bo'lib oldilarni qo'yadi. Hey! O boshqada qo'noqlar keladi-ku. Ey senim. Qo'rqatib qoladi undan degan. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xalas, yaxshi o'tirsizmi? Rahmat. Hov. Nonni nonlarni bari to'rab istagansiz. Bizda Toshkentda shunaqa-da. Ha, solayman. Qatib qolmasin. Qani Karim bayram, shay qo'yib ber. Ilhom aqa, shay ishida Xitoy xalqidan o'rganishimiz kerak. Yaxshi shangni qo'y. Екі жұтымда шайды құйып, сөйтіп шайды искелу церемониясын бастаймыз. Ай, құйса шайыңды! Кімге? Просто кеше телевизордан көргем ғой. Ей, сенен бір. Ане, палау да келді. Қане, ортаны ашын. Қане, әкеле қойың. Ей, сау болың. Қане меймелер алың. Қане көшін тұра, қоң жұп бедің. Ey жігітлер, азып барадырмын ей. Ақылдан азып барадырмын. Йо, бісміллә, рахман-рахим. Йо, бісміллә. Freestyler. Rock a carry on with the freestyler. I got to throw on and go on. The radio players hey, ilhomot tush ko'rindingiz-ku? Ava, qanday?
индийский ребарласқан. Ай. Мына келілер кешікті ғой бұла. Кетқан шығар аға. Қашан келер екен? Кеп қалар. Ай, оған дей мына каналға барып бір кәлі атып шықсам бекен, терлебам кеттім. Ай, сілер отыра тұрың яқшы ма? Ай, мен бір барып қайтайын. Бісміллә. И, 1, 2, 3, 4, и кеттік. Ай, су қайтып кетіпті ғой. Бағана толып тұрып еді ғой. Ай. О, қайыққа? Міне қай? Ойқа елі ерте ғой сізге. Сонда да ертерек бара берейін де. Бар жатың. Әй, бұл жігіт ағасы ол қояқты албырап қалмады ма екен? Демен. Яқшы. Қалайсыздар, жақсы барып келдіңдер ме? Рахмет. Шаршамадыңыз ба? Келін күйеулі hem кеп атты мана. Болады. Беташардан басайдын шығармыз енді, я? Ауада, беташардан басаймыз азыр. Бақ әлесе бәрі тай. Азыр басаймыз беташардан. Беташар? Беташар шықаны? Келінің бетін ашуымыз керек қой. Енді кім ашады? Илхам, сол беташардан Зафарға тапсырайық ба? Еплейді ғой. Неме? Ай, сен ашып берсен димас. Жүр, тоқтай. Екі тоқасы болғаным етады. Неше қамын асан білерге. Беташар не білер? Яға, онда жүре қойсайын сөзен әлтімас. Қоя қойың да. Ау. Ей, Әділ бар ғой, Әділ. Әділ? О, ядында ма? Ол алдын беташаршы болған. Ау. Ей, маладис. Білмеймін мен. Жүр деймін. Білмеймін, беташар ашалмаймын. Қайта. Білмеймін ғой мен. Ұсылам наны. Давай. Асыл. Ал енді мына ата-бабаларымыздан мирас болып келатырған, тойымыздың көркі болған беташарымыз бастауға ұрсат еткейсіздер. Енді әзіздер, өлем бар келінді халыққа, халықты келінге таныстыратын пайтымызда үлкен марқұм кеткен бабаларымызды беташарда бір естіп кетуіміз керек. Осы марқұм аталарымызды, марқұм бабаларымыздың рухларын шад айлып, ісімлерін яд айлып, азғантай тынышланып, марқұм кеткен бабаларымызды еске алып кетеміз. Бұл 5 күнлік дүнияда өмірге берілмес. Бүгінгі құтлы тойыңда ата-анаң көрінбес. Қайната қайнене тірі болғанда көрер еді тойыңды, қуанар еді оларда көріп сенің бойыңды. Үйі сақлап, хүрметлеп, рухларын шад айлып, ісімлерін яд айлып, маңлайың жерге жеткенше қайната қайненеңнің рухларына жұп тәжімет келіншек. Аталарымыздың, үлкен бабаларымыздың рухлары шад болсын, ісімлері балаларына, келешек әулетларға яд болсын. Бахадыр ағамыз бар, 4 қылап ошақ ойдырған, 4 қылап ошақты ойдырған, барлық жерден қалдырмай мейманларды жидырған, келген әрбір қонаққа арнап маллар сойдырған, той табағын алдына хүрметтенен қойдырған Бахадыр атлы қайнағаңа жұп сәлем айлигөр келінше. Берекет тап. Қарақалпақстанда абыройлы адам деп, Қарақалпақта абыройлы адам деп мұрындық ата сайлаған, ұл қызын жуып оларда шадлық той тойлаған, өзі қалалы болады, өзі қалалы болады, айтсам кеуіл толады, ауылдың қызына үйленгеніне әмме хайран қалады. Абдулла атлы мұрындық атаңа жұп сәлем айлигөр келіншек.
маған емес пе? Мен ғой беташар ашып атқан. Беташар ашатын біреу, подарок алатын біреу. Рахмет, тойыңдан айтсын. Ауылымыздың билері жаман емес күйлері. Келген әрбір қонаққа таяр екен үйлері. Айырым біздің ауылдастар болып кетті қалалы. Ойламағанда таза би Ілхам болды. 150 қылалы. Ілхам аты біздің дайыға. Жұп сәлем айлы келіншек. Ай, тойдан кейін қайтарасың жақсы ма? Мына Ілхам ағадан өзінің шапанын алған ұят болды. Bir жағынан рәт болып тігіп баяғыда біреу. Білімлі елдің әлбетте басқа елден парқы бар. Ташкент деген елаттың ақ көкірек қалқы бар. Үйімі сақлап, үрметлеп, Давран менен Зафар. Зафар әке, беташардан кейін мен Ташкентке апар. Үйімі сақлап, үрметлеп, мейманларымызға жұп сәлем айлы келіншек. Қош кепсіз аға. Желтірі тонның жағасы, күйеу баланың жігіт ағасы. Рахмет аға. Бәрекелі, оң болсын. Кеулі тол аға менен апаның, Бахадыр аға құтқы болсын кейіп атқан жапаның. Ай, тойлар мүбәрек бола берсін, бәрекелі. Адамлардың кәмшілігіні хазіл дариқасында айтады да. Бұнға қафа болмайсың ба? Жоқ, асла қафа болшы. Атағайын бересе, юып шайып береді өз. Менге қара дейін. Қазір мен айтады. Айтсаң сірә ұялмас, қалтасынан бір тиын шығармас. Артық деген Жалатай қайнағыңа жұп сәлем бер келіншек. Аға болмадыңыз ма? Şeydi. Ortiqjon. Yılmangir to'xta. Yılmangir kim Jalatay to'xta. Hozir go'shtini sal Jalatay. To'xta deyman. Yılmangir. Men Jalatay. Bargınsan mı? Barman o. Üçüncü kaltanan var, üçüncüsün. Arjaq suuydu. Kepkeli gel. Kepkeli. Hayvan! Jalatay ben ba? Kim Jalatay? Men mi Jalatay? Bilmey kaldım. Allah! Bargınsan go. Rahmet. Keyin kim Jalatay bermangga? Al barakalla, qani mana kelinin betini aşayıq qani. Barakalla, barakalla. Hamma ko'tarib qoldi bilekdi. Aytayın bir men tilekdi. Түсіп атырған келін бақытлы болсын, дәулетлі тәрізді тақтылы болсын. Гүлленіп түскен босағасы қосылғаны менен қосағарсын. Ұшырасайық тойларда, ресторан қала бойларда. Әмменің жиған тергені бұйыра берсін тойларға. Осы жердегі әммеге болың аман сау дейін. Бақытжанның бұл тілегі қабыл болсын, аумин. Білесің бе? Татсы. Мына шырам неден пайда болған? Осындай адамлардың қате сөйлегеннен болады да. Тарс етті, бұл тісі жүріп кетті да. Негізі көп шырам адамлардың қате сөйлегеннен пайда болады. Азырғы адамларға хайра қаласаң да, марапатын деп мақтай беру керек болған. Әзілдігі түсінбейді. Бая аталыларымыздың беташарда айтқан әзілдер қайқа кетті өзім. Не қылады әзілдескенде? Келе өзім жуып шайыман қаластын. Несіне қапа болады екен кемшерлерін айтқанда? Қайда ертең есіп түзеледі ғой солар. Яқшы, айтсаң айт. Бірақ мен Жалатай емеспен ғой. Дұрыс. Сен Жалатай емессің. Бірақ сен жілісің. Не? Қып-қызыл жілісің сен. Сен бар ма? Қалада да жілісің. Үйде де жілісің. Ауылда да жілісің сен. Сен мұна жілдер арасында жарыс өткелісі бар ғой. Сен екінші орынды аласаң сен. Неге бірінші орын емес? Себебі сен жілісің де. Жалатай сен. Келе бастадың.
jahon chempioni bu bola. Ha, jahon chempioni bo'lsa, u holda tengi topiladimi? Endi topiladi endi. Ana o'zi ham chiqdi o'rtaga. Az polvonga borma jani. Rahmet sizga, siz yuravering. Yaxshi bolam. Ay, olib chiqing ana. Olib chiqing. Buni yo'q. O'zbek o'men. Qo'yg'ich qo'ydi. Berman gel. Kel deyman berman. Chempion qo'rqaq sen. Shur. Shur deyman. Olding'a bilan to'k qo'y. Gurus bilan bir. Ana, kiyim berma. Kiygani olmaysanmi? Avuldan obro'y to'kma. Kiygani işte. Kiygizing mana kiyimni. Davay. Shish kiyimlarni. Bul ana. Avulning chempioni. Tur. Var. Allo. Allo, do'stingiz kimdadir? Telefon qo'yib tur. Hozir qo'sqilaqtirgan кезде sinib qoladi hozir. Ayog'ini jab. Bir maydonda zo'rga ketaymi, bo'ladi? Telefon puli ko'p bo'lsa, berib tursam men bir so'ylashib olayin. Qur turgancha. Hozir. Hozir. Qani javob bersam bo'ldimi? Ava? Qo'shqarning yersi tayinba. Жеңістен қайта ruhlan. О, ұтылып қалып, ұялып қалмайық мына жиналған халықтан. Қасыңда мен тұрпан, қайтпа қошқарым. Мына қошқар не, тайынба? Айналайын аққұйрық, маңнайыңнан ғана сүйейін. Келлені ұрсан қатты ұр, ана айланып тұрған шақты ұр. Жеңіс жігіттің бақтыдыр. Қайтпа қошқарым, қайтпа. Беден шауып берейін. Жап-жас, тоғыл тауып берейін. Қораны жауып берейін. Қайтпа қошқарым, қайтпа! Екі қошқар қане ойынды басла! Ай! О, мұна басламайдыр, мен бір зат айтып алайын. Бүгінгі отылған қошқарды сойып жейміз, жақсы ма? Ай, yaxshi, neğila ber. Bas! Ilham ağa, yaxshi men qaytib baratman. Siz bilan qo'shilib ketayin deb edim go. O, jaslar to'yini qalmaysan ba? Yaxshi жұмысларым бар edi. Boydaq bo'lganda ya. Ne? Yo'q, bos bo'lganda o'zim uyingga дейін апарып qo'yaman diyeceğim go.
Yağau şart emas. Ilhombi, yaxshi ko'rib qolmadingmi? Yaxshi ko'rib qoldim-ba? Ya bu hurmatdi. Bilmedim da. Biroq mına kirişe toshni ketdi. Tashlaymiz-ba? Yo'q bo'lsana. Ilhom biyning hurmatini muhabbatimdan atli qo'shig'imizdan amatamiz. Marhamat. Ana u Uktamni tanirmiding? Ha, bizda kichik kursdagi. Taniyman. O'sha ham zo'r bo'lib ketgan hozir. Ha? Superman. Ha, ne bo'ldi? Superman hozir. Superman. Men uraman hozir. Tayyor yeyeceğim hozir. Ha, qachon ishi bilgirdik bu itib. Ne bo'ldi sana? Deb qisanlab yuradi. Adamlar mana to'yda. Bi bo'lmaganda. Sizlar ne qilib o'tirsiz? Söylesip oturmuş kurban balası men. Ha, buna yaşlar toyuna tayyorluk görmeyimiz mi? Ha, odan kamşi mi? Toy stadyonda bulatın boldu o. Stadyonda? Jigitler toydu basayıp Mimallardı birge kutub alayıp Kelin kuyulerdi ortaga alıp Oyun kulgu menin kutub alayıp Egi jastın bakıt toyu toylansın Mutlu bolsun toylarınız ey dostlar Egi jastın bakıt toyu toylansın Jene bolsun toylarınız ey dostlar Assalomu alaykum to'yishbozlari. Mine bugun 2011 Baxtiyor ham Zulfiyaxonning to'y tomoshasida jinob o'tirmiz. Stadionning yek tarafida Baxtiyor ham Zulfiyaxonning fanatlari jinogan. Yo'q. Yo'qsa o'zi? Ag'ay do'stlar jig'im. To'yxonada go'zal qizlar bor bo'lsa, o'ylamaysan, nega o'zingni o'zing o'ylamaysan, qiynalib nega Ilhom og'a? Nega xafas? Qalay xafa bo'lmang. Qo'yam boshlandi. O Zaksten adam chaqirmaganmiz ku. Oğan xafa bo'lmangsiz. Bu yog'ini o'zimiz amallaymiz. Qaytib? Bu yoqda ne bor? Ay yaxshi. Hurmatli Baxtiyorjon, siz Jumston uyingizga xatyabi bir marta bo'lsa-da kechikmay keluvga rozisizmi? Hurmatli Zulfiyaxon, siz bo'lajak kuyingiz Jumston charchab kelgan vaqtda siz o'g'an netto so'lab qo'yib, uning sizga ashuv kelib, shashingizdan ustab, millaqdan millaqqa suyurib, basin stadiolga tang etdi. Sonda da tiyuga rozisizmi? Hey, qo'ying. Onu qo'ylay ko'rmang. Basarım isteymi o'zi. To'ydan qo'yran chiqarasiz. O'zingiz bilas biroq. Konkretni qilib o'tkazib beradi dedik. Qo'y. Xudoy saqlasin, qo'y. Taqtag'ini aytma. O'zi so'radi. Aytsam chaqmasa qalay qiladimi? Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Xush kelibsizlar. Bugungi yoshlarimizni to'yini ochib berish uchun mene
Baxtiyorning ajag'asi Bahadir og'amiz, janada kelning ota-onalari, Murundiq atasi hamda qolaversa, mine muna yerda Toshkentdan kelgan mehmonlarimiz, mine muna yerda o'tirgan Ilhom beyimiz kelib qolgan ekan. Bari o'rtaga murojaat etamiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli ijozlar, aziz mehmonlar. Meni inimda, qolaverdi kelinimda silab, qadrlab kelganingiz uchun barchangizga rahmat aytaman. Balam Baxtiyor, qizim Zulfiya, bugungi to'yingiz qutlug' muborak bo'lsin. Bilasizlarmi, men to'yni bitta joyda bo'ladi deb o'ylagandim. Sovg'ani beraman u ketaman deb o'ylagandim. Lekin Qoraqalpoq to'yini ko'rganimdan juda ham xursandman. Yana chaqirsalar, yana kelaman. So'z navbati sizga. So'z navbati sizga. Alo. Durmaz ol üstünde Yapraklar sarg'ayganda Sen turib ko'rsindin be Boş dedin o'zing armon Sen turib ko'rsindin be Boş dedin o'zing armon 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 Boş dedin o'zing armon 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 Boş dedin o'zing armon Ha, bo'ldi, olamiz. Mana to'yim ajoyib o'tdi. Shu bey bo'lishni men bir juda ham oson deb o'ylardim. Boshqa to'ylarni ko'rganimda beylar mana qo'lni orqasiga qo'yib tirjayib turardi deb. Men ham shunaqa qilib turaman desam, ay nag'an. Men bir narsaga tushunmadim. Nimaga yoshlar to'yi kechqurun bo'ldi? Kunduz yoshlar band bo'ladi-yu. Endi bizda to'y bir necha kun davom etishi mumkin. Lekin men bir kunda o'tishini xohladim. Mana shaydan masxara qilib demligini qana yo. Sutning ham jonaq 6da 5% ni o'rdima deyman. Qani, shayg'uy. Baxtli bo'linglar. Ustoz, ketdikmi? Poyezddan kech qolmaylik. To'g'ri. Qani, bizga ruxsat endi. Biz boraylik. Av, shaypaydan ishmaysizlarmi? Yo'q, ichdik, rahmat. Ichdik, rahmat. Boraylik. Qani. Alloh amin. Amin. Mana tushgan kelinimizning qadimlarini ulpitsin. Hamisha shunday yaxshi kunlar to'y bo'la bersin. Yekchas baxtli bo'lsin. Amin. Do'stligimiz mangu bo'lsin. Amin. Mayli Zafarjon. Rahmat. Yaxshi yetib olinglar. Akalar, xo'p, bo'ladi bo'lmasa. Yaxshi boringlar. Toshkentga ham boringlar. Yaxshi qolinglar. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Alisher bo'lmasam, mehmonlarni o'zing yaxshilab kuzatib qo'yasan, bo'ptimi? Ha, bo'pti bo'lmasam. Yaxshi yetib boringlar, bo'ladi. Ko'rishguncha. Bo'lma, aylanib kelaman. Assalomu alaykum biyaga. Qalaysiz? Saylarim. Bahadir qalaysan bolam? Allohga shukr. Amanizing shuchun be? Yaxshi. Qalayaga o'zing tavır bo'lib ketding be? Shukr Allohga. Ey, yaxshi. Ay, rahmat. Ha? Buni balani taniysizmi? Qalayaga amansoq endi yemlem chiqdingizmi? Rahmat. Bahadir, qalayinim? To'yingda amonat qardingmi? Charchamasdan. Bari yaxshi. Baribir ham o'zingiz bo'lganda yaxshi bo'lar edi tag'a. Ay endi bola endi jasmingirnega ayazat qo'y men azg'inda o'zingiz bo'lganda deganda. Sonda to'y yaxshi o'tmadi. Meni boshqara olmadi deyatsizmi? Yaga unim. Sen naturi tushunmaysan? Soncha xizmat qilganim bir tiyin bo'pti-da. Ha, sen o'ytib meni naturi tushunma. Ha, bu gapning salti-ku bu. Ne? Gapning salti? Qo'yib tur shag'a shu vaqtda. Ay, mana Toshkentdan kelgan mehmonlarga urvatlarimiz ko'rsatish uchun soncha xizmat qilganim bir tiyin bo'pti-da. Hozir ketib baratirib aytib o'tirgan chiqam. Bularning nesi 5 ketdi deb. Ey, bilasizmi?
Sizlarning urf-odatlaringizga 5 ketdim lekin. Menchi 6 ketdim. Mana sizin to'ying shaxsi o'tsin deb to'ycha hazillarni aralashtirib yurdim. Na Toshkentning mehmonlari aytib o'tirganlar bular. Hazil suyur xalq ekan deb. Hey, judayam hazil sevar odamlar ekanda lekin 5 ketdim. Men bunisiga ham 6 ketdim lekin. Bilasizmi? Hozir ular mana bizlarni maqtavga, to'yda ta'riflab beruvga katta olmay baratirgan shiqar. Sana ko'p rahmat ederim. Jas bo'lgan qaramasdan to'y yaxshi basqaribsan. Nag'iz basib qo'ygan bo'lasan edim. Ava. To'y yaxshi. Shu bolaning xizmati bari. Ertang avulda yana to'y. Ana o Tursunboy bor-ku, avuldağı. Sol qizni uzatib atır. So'g'an endi men tayyorlik ko'rgim kerak. Hov! Ha? Voy. O buyaga, ne bo'ldi? Ay, tur, ko'zingni ach. Buyaga ne bo'ldi turg'u? Buyaga? To'y deb o'ratim bo'ldi ağa. Skori. Voy. Skori. Voy. Qo'y. İlham, haqqqa. Bir bo'lmayman men. Bo'lmayman bir. Ay, to'xta. Mal soyuğa gelir qassab, qo'ngsi qo'ba, jimsin taslab, shinaladi to'yxonada yo'q. Jasi kishi ulusida bir-birini silasib da hazillasir arasında qara qalpoq to'ylarında yo'q. Boshqa yerdan mehmon kelsa, qo'noq joylarına kirsa, hayron qoladi bizlarga urf odatlarimizga. Zag'arandan bağırsaqlar, palov hamdi aqsovlaqlar, turar dasturxonlarında, qara qalpoq to'ylarında yo'q. To'yinda to'ylar o'tpesiz o'tmaydi, birovlarga xabar jetmaydi, sonda da do'stlik ketmaydi, qara qalpoq to'ylarında yo'q. Sog' bo'lsin ata-onalar, xalqi uchun beag'alar, ular ulgu, biz yoshlarga qara qalpoq to'ylarında yo'q. Boshqa yerdan mehmon kelsa, qo'noq joylarına kirsa, hayron qoladi bizlarga urf odatlarimizga. Zag'arandan bağırsaqlar, palov hamdi aqsovlaqlar, turar dasturxonlarında, qara qalpoq to'ylarında yo'q. To'yinda Avtobusda so'ramay deb ketasan. So'rasang qabul qoladi u. Soncha odam kutib qoldi. Javobgarchilik degan barmoq o'zi sende. Sonda yo'q qoldi-da, negiz bunday qo'yajaq. Qo'ysana sonda jalataychiligingni.